hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, birinchi ishlab chiqarilgan 5-yil Bitta ikkitasi uxlasa, 3-4tasi uxlaydi. 20 kishi ham uxlaydimi? Uxlayaptimi viloyat rahbari? Yo'q. Savolga o'zini xudo deb atovchi. Endi Qashqadaryoda shag'alsiz, lekin mahalla raisi hozirda Osteka quvani hokimiga keladigan bo'lsa, quvani hokimi uyquda ekan. Aytganingizmi? Maqsadlaring nima sizlarda hozir? Sizdan pul so'radim kimdir? Yo'q, nima hozir maqsadingiz? Yo'q, sizdan kimdir pul so'radimi? Mana undaq edi, mana Yo'q, undaq sizdan edi. kimdir pul so'radimi? Kim? Tasdiqlashdan to'lib ketdi. Hop, nima uchun noto'g'ri bo'lsa, o'qituvchi vijdon bormi o'zi? Olib turgan havoyimizga pul to'lamayapsiz xolos-da. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Mana hozirda YouTube kanalimiz, ya'ni Sensatsiya Novosti kanali obunachilar soni 10 mingtaga yetdi. Shu kungacha mana barcha qo'llab-quvvatlab kelgan barcha obunachilarimga kattakon rahmat. Hammalaring shunchalik qo'llab-quvvatlab keldingiz, mana shu kunga yetdim. Hammalaringdan men minnatdorman. Bundan bag'aga ham o'zlaring qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Maqsadimiz mashhurlik emas. Aksincha, xalqning qalbidan joy olish Va xalqning ishonchini qozonish. Sizlar bilan Sensatsiya Novosti kanali.